Assalomu alaykum, Sunnatbek aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Avvalambor taklifimizni qabul qilganingiz uchun akajon sizga katta tashakkurimni aytaman. Hozir lekin bu yoqda sal g'alati bo'lib ko'rinyapman, chunki ekranim juda ham katta bo'lib qolgan. O'zimni ko'rayotgandek bo'lib qolganman. O'zingiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, hammasi yaxshi bo'lyapti. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ayni qaylula vaqti anaqa qilyapmiz sizda ham. Bemalol. Avvalambor taklifimizni qabul qilganingiz uchun, ko'rganingiz uchun, e'tibor berib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ovozim yaxshi boryaptimi Sunnatbek aka? Kelyapti, meni ham ovozim eshitilyapti. Zo'r, juda ham zo'r kelyapti. Xudo xolasa bir yaxshi suhbat bo'ladi degan umiddamiz, chunki niyat to'g'rilab, xudo xolasa siz bilan o'zi niyat xolis ekan, niyat bor edi. Qachonki paydo bo'ldi. YouTube'da darslaringiz bor ekan, baraka toping. Juda ham zo'r. Ba'zilarida ilmni yangilab olishga ham har zamonda kirib turamizda. Ya'ni juda ham zo'r narsada. Ya'ni xuddi bir bog'ga ekib ketasizki, kimdir mevasidan oladi, kimdir uni soyasida o'tiradi. Juda ham zo'r narsada. Faqat ixlos bilan qilingani shu yerdan ham bilinadi-da, davomiyligidan, ishlatayotganimizdan. O'shaning uchun shu yerdan ko'rib qoldim sizni. Asosiy ko'rgan anaqam shu bolani akani qayerdan topsak bo'lar ekan deb yurdik-da, niyat xolis ekan, topdik-da. Keyin xudo xolasa taklif qildik. Sizga bo'yicha o'zingiz haqingizda qisqacha anaqa qilsangiz, endi kamtarlik qilmang iltimos, chunki bu yoqqa kelganlar hammasi, chunki o'zim qidirdim, ko'rdim, o'zimcha ma'lumot oldim. Endi baribir o'sha muallifni o'zidan eshitgan yaxshi-da. Sal nima desam bo'ladi? Tasavvur qiling, xuddi mana shu o'zingizni qaysi ma'noda natijalaringiz kimgadir bir motivatsiya bo'lib, shunaqa bir yaxshilikka xizmat qilishi mumkin. O'shaning uchun o'zingiz haqingizda. Hozir Millat umid universitetida talabaman, 3-kurs. Najot ta'limda Flutterdan mentorlik qilaman. Asosida va Flutter bo'yicha dasturchiman o'zim olib qaraganda. Shunday, baribir kamtarlik bor. Ya'ni demoqchi bo'lganim, juda ham ko'p ko'rdik. Faqat sizda anaqa tomonlama emas, ya'ni faqat shu IT'ni o'zi bilan bog'lanib qolmagansiz deb o'yladik. Balki xatodir o'ylayotganim ma'lumotlarim. IT'damiz, hozircha IT'ga. Rahmat. Xudo xolasa bugungi mavzumiz asosan Sunnatbek aka, ustoz, shogird, ilm, o'zi hamma podkastimizda bu narsa bor, lekin mana shu podkastning o'zida shu atrofida aylanadigan mavzu bo'ladi. Xudo xolasa bir yaxshi suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Chunki biz bilamizki, men shaxsan o'zimni gapiray, oldinlari qanaqa edi? Dunyo qarashim juda ham tor edi-da. Qanaqa edi? Misol uchun men o'zim maqsadimga yetishim uchun kimdir menga ilm o'rgatish. Misol uchun men hozir rus tilini o'rganishim kerak. O'qituvchi topishim kerak. O'sha tilni o'rgangunimcha o'qituvchi menga o'rgatuvchi vazifasini bajaradigan shaxs edi. Bu endi-da, to'g'ri, uni hurmati boshqasi-yu, lekin ustozlik haq-huquqini juda ham ko'p yaxshi bilmagan paytlarim bo'lgan ekanda. Ya'ni qaysidir ma'noda bekorga bizni o'zimizni dinimizda ham islom dinini o'zida ham o'qituvchi o'sha hurmati har doim oliy darajaga qo'yilganligini keyin anglab yetganman-da. Chunki ustozni boya aytishadi-yu, kimdir ilohim Alloh rozi bo'lsin, juda ham zo'r gap aytdi. YouTube'dami yo Instagram'dami ko'rib qoldim, aytishdiki, ilmli inson edi, ismlari esimdan chiqib qoldi. Bizda insonlar dedi, shu ixlos bilan tezda erishsa bo'ladigan narsaga butun umrlarini sarflab yuboradi deyishdi-da. Shu gapni juda o'ylantirib qo'ydi. Keyin o'ylab qaradim, shu ustozni duosida, boshqasida ham har qanday soha bo'lsin, ilm yuqishi bor ekan, baribir deb. Chunki bu haqida qancha gapirsa shuncha kam. Endi aynan sizga nimaga buni aytyapman? Inson o'ziga berilgan ne'matlarni bilamizki, sanab adoga yeta olmaymiz. Endi shu sanab adoga yeta olmagan narsamizni shukrni qilish ham bu aqlga sig'maydi. Endi shu ne'matlarning ichidan keling bir ne'matni eslatay sizga. O'zingiz ham bilasiz, shu jamoat. Ya'ni Najot ta'limni bilamiz. Undagi chiqayotgan insonlarning ko'pi
o'zini ishini sodiqlar deb ta'riflanadi ko'p biznesmenlar tarafidan. Shu jamoangiz boshqa ya'ni shu ustoz bo'yicha qisqacha o'zingizni ta'rifingizni bersangiz yanada unaqa bo'lishi uchun to'g'ri. Hozir sal unaqa bo'lib ketib qoldi, ya'ni tajriba juda ham katta emas, lekin tushuntira oldim degan ma'noda aytyapman. Endi uzr, endi qanaqadir. Savol tushundim. Najot ta'limni o'ziga keladigan bo'lsak, o'zi topshirishimdan oldin ham halimda boshqacha narsa bor edi. O'qituvchilikka qiziqardim. YouTube'da darslar qo'yish avvalroq boshlangan. Hozirdan qo'yib qo'ldan kelgancha bilgan narsamni yetkazishga harakat qilganman. Chunki o'zi YouTube kanalni ochishdan ham maqsad aynan o'zbek kontentini kamligi bo'lgan muammo. Ingliz tilini bilgan odam o'rganishligi mumkin, tashqari tarafdan ham muammo emas bu narsa. Lekin o'zbek tilida kontent to'g'ri shuncha ham ko'p qidirmaganman, lekin qidirganimda o'zimni qoniqtiradigan darajada topolmaganman hamma narsani. Undan keyin sekin o'rganib, o'rgangan narsamni yana ham imkon qadar tagiga yetib chiqqanimdan keyin boshqalarga ham o'rgatish bir xohish paydo bo'lib qolgandi. Undan keyin sekin YouTube'ni ochib video kontent qilib boshlagandim. Najot ta'limda umumiy adashmasam o'tgan yil yoz paytlarida bo'ldi bu narsa. Vakansiya chiqib qolganda umumiy jamoamiz bor, bilsangiz, Telegram guruhlarida ham bor. O'sha yerda tashlangan ekan, Najot ta'limda o'qituvchi kerak. Men topshirgandim, nima deydi, bilmadim, balki mandadir, boshqalarda ham shunaqadir. Qaysidir bitta ishga 100% kira olaman yoki xohish bilan topshirasiz. Qaysidir ishga shunchaki masalan bo'lsa bo'ladigan. Qo'l ichida. Shunaqa xohish bilan mayliga olishadi, bo'lmasa nima yutqazmayman deb topshirgandim. Endi bilmadim, Xudo bergan bir ne'mat edi ham menga. Olib qolishdi, suhbat bo'ldi, boshqa bo'ldi, kirdik. Umumiy adaptatsiya jarayonlari, moslashuvchanlik, boshqa narsa bo'ldi. Keyinchalik ishlab boshladik. Ko'pincha ularni o'zidan ham beriladigan savol, nimaga Najot ta'lim? Nimaga bizni taqdirimiz? Mani eng lol qoldirgan narsasi Najot ta'limni boshqa bitta o'quv markazi, taqqoslash niyatim yo'q. Umumiy olib qaraganda qadriyat muhim bularda. Albatta. O'sha kelganidan keyin ular o'quvchini bitirgandan keyin kursni ma'lum bitta kasbni egasi bo'lishi kerak degan ishonch bilan o'qitishadi. O'sha narsa muhimligi uchun ham men tanlagandim. Va jamoa aytganingizdek juda ahil. Yordam bir-biriga yokida qanaqadir ko'mak berish. Har tomonlama bor. Savol beraman desangiz, bemalol javob berishadi yokida qanaqadir muammo bo'lib qolsa, oldingizda turishadi. Jamoa juda ham zo'r, ahil va ta'lim jihati ham umumiy keladigan bo'lsak, ancha yaxshi. Chunki hozir nima talab qilinayotgan bo'lsa ish joylaridan o'sha narsalarni o'tib beramiz va qo'ldan kelgancha o'quvchilar ham o'shanga tayyor bo'lib bitirib ketishyapti. O'shandan bu hozir aytib o'tganingiz ham juda ham zo'rda. Bu hozir buni asosiy sabablari menimcha shu ya'ni o'zi rahbarni o'ziga ham bog'liq deb o'ylayman. Chunki Temurbek akani o'zlari ham juda ham yaxshi insonlar. Chunki qarang, bir anaqa bo'ldi, tadbir bo'ldi. Shu Najot ta'limi o'zida bir tadbir bo'ldi. Meni o'zimni savolimmi, iltimosmi shunga o'xshagan narsa paydo bo'ldi-da. Temurbek akani o'zi bilan shaxsan gaplashish niyatim bor edi. Keyin maslahat so'rashim kerak edi. Birinchi marta ko'rishimiz, birinchi marta gaplashishimiz. Vaholanki u paytda juda ham ko'p ish, endi tadbirdan oldin, tadbirdan keyin bilasiz-ku qanaqa bo'ladi. Mas'uliyat katta. O'shanda ham har bitta bola uchun alohida har bitta inson uchun vaqt ajratyaptilar-da. Juda ham zo'r, e'tiborga loyiq narsa. Ham boya aytganingizdek ahillik ham juda ham zo'r. Hamda o'sha aytdim-ku, bu biznesmenlarning tarafi juda ham qarang, chuqur ma'noda o'zini ishiga sodiq. Ya'ni sodiqlik har doim baribir ko'p narsalarni yopib ketadi-da. Ko'p narsalar yopib ketadi. Endi undagi chiqqan ko'p, misol uchun o'zim tanigan insonlarni, o'sha IT sohasida o'zim tanigan insonlar ko'pi ham shu Najot ta'limni o'zini bitirib chiqqanlar. Shuning uchun boya yuqorida aytganimdek, bu ne'matni birida
o'sha yerda ishlashingiz o'zi ham boshqasi ham juda ham zo'r. Havas qilamiz qaysidir ma'noda juda ham o'sha ahil jamoa har doim qadrlanadi. Endi ustozingizni bu podkastda bir zikr qilmasangiz bo'lmaydi. Eslab o'tmasak uyat bo'ladi deb o'ylayman, chunki ustozlarimiz aynan IT sohasidagini so'rayapsiz adashmasam. umumiy, ya'ni qarang, insonda qanaqa taqvoda ustoz bo'ladi, qanaqadir ilmda ustoz bo'ladi yoki shu siz aytayotganda o'zini kasb hunarida ustoz bo'ladi. Sizni umumiy inson qilib shakllanishingizda, moddiy va ma'naviy ozuqa olishingizga, o'zingizni hayotingizga yo'l qo'yib bergan insonlar bo'ladi, baribir yon atrofda. O'sha Xudoning bergan ne'matlari bo'ladi. Buni baribir boya aytdim-ku, ustozni balki hozir ham hali oxirigacha aniq anglab yetolmagandirman ustozni qadrini qanaqiligini. O'shaning uchun xohlasangiz, xohlamasangiz faqat ayting. Yo'q, birinchi navbatda eng to'g'ri yo'l ko'rsatgan odam va doim qo'llab-quvvatlashgan odam ota-ona. Birinchi navbatda avvalo ularga rahmatimni aytib qo'yishim kerak, chunki bizlarni o'zimizdadir yoki boshqa yerlarda ham shunaqa bo'lishi mumkindir. Nimadir qilishdan to'sib kelinadi bola. Buni qilolmaydi, buni qilishing xato. Menda Xudoga shukr aytaman. Shu paytgacha nimadir qilaman desam, qachon sen buni qila olmaysan, yoki senga emas degan narsa bo'lmagan. Va doim agar savolim bo'lib qolgan paytda boshqa narsa bo'lgan bo'lsa qo'llab-quvvatlayman har tomondan. Va undan keyin asosiysi matematika ustozlarim. Matematika ustozlarimdan Mirzayeva degan ustozim bo'lgan. Yani juda qattiqqo'l bo'lganlar, lekin o'sha qattiqqo'llik menga qaysidir ma'noda turtki bo'lgan. Ya'ni ilm olishga juda ham katta turtki bo'lgan. Chunki yoshda har xil sohaga qiziqadi odam. Uni ham buni ham qilib ketaman deydi, lekin aynan bitta sohani tanlab, mana bu sohada yurishim kerak yoki-da qaysidirini kamida kuchliroq ushlash kerak. Qolganlar xobbi sifatida qolsa ham. O'sha paytda menga yordam bergan ustozim o'sha kishi bo'ladi. Va hayotimda yana o'zgarmas bir his qoldirgan, qaysidir ma'noda o'zimni qobig'imdan chiqib yordam bergan ustozlarimdan Amondavlat Ikramov bo'ladi. Ingliz tili ustozim. U ustozimni ham maktab paytida ta'lim olganman va o'sha paytida qaysidir ma'noda nimadir qila olishligim mumkinligi o'zimni hayolimga kelmagan. Misol uchun hamma o'zini qobiliyatini qaysidir ma'noda kimdir yuqoriroq ko'rishi mumkin, kimdir umuman bu ishni qila olmayman degan darajada bo'ladi. Menda oldin bo'lmaganda, masalan deylik, oddiy viloyatdan kelgan bo'lsam, Toshkentda o'qib, yoki chet joyda borib o'qiyman degan xayol bo'lmagan. Umuman yiroq bo'lgan. O'sha paytda asosiy motivatsiya deymizmi, o'sha narsani bergan ustozim bo'ladi. Va ITga keladigan bo'lsak, ITda meni eng birinchi qadamini qo'yib bergan ustozim Aziz To'g'unov bo'ladi. Universitetimizda professor hisoblanadi kishi. Va o'zi umuman mana shu Flutter yo'nalishiga ham kirib kelishimga turtki bo'lganlar. Qaysidir ma'noda mana shuni o'rganishing mumkin va yo'nalishlar ko'rsatib, qo'shimcha kurslar taklif qilib o'rganishimga sabab bo'lganlar. Va hozir ham o'ylayman, hozirgacha ustozlarim bilan ozmi ko'pmi aloqam bor va nima deydi, hozir bo'lsa ham mayli, ilm qanchadir ma'noda olgandirman, lekin darsga kirib turib nimadir olishni xohlayman. Odam boshqacha bo'ladi-da, chunki ustozdan shunchaki bilim o'tmaydi-da. Shunaqangi o'rgatishgan bizga qalban ham bir narsa o'tishligi mumkin ustozdan. Aynan sizga nimadir kitobiy tilda tushuntirishi, boshqa qilish shart emas. Qalbga yaqin bo'lsa, qalbdan ham o'tadi deb o'ylayman. Albatta. To'g'ri, lekin qalb ishi bizning mavzuyimiz emas, lekin bu narsa men his qilganligim uchun ham aytyapman bu narsani. Kamtarlik qilyapsiz. Kamtarlik vaqt yo'q, lekin asosiy ustozimiz bo'lgan hozir. Qalb ishi to'g'ri, hammaning ishi emas, lekin hammaning dardi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shunday. O'shaning uchun boya aytdingiz, bekor aytmaysiz, chunki faqat ustozdan har doim ham ilm o'tavermaydi. Ilmdan boshqa narsalar, ya'ni demoqchi bo'lganim boya o'zingiz ham chiroyli qilib aytib berdingiz.
xullas hech qanaqa bir qo'shimcha qo'yish shart emasda bunga. Judayam to'liq bir chiroyli javob berdim hamma bergan savollarimga. Keyin Flutter'da kelganingizda kimga o'qidingiz? Shunda Sunnatbek aka? Asosiy ustozim o'zi aynan Flutter bo'yicha emas, dasturlash bo'yicha universitetdagi ustozlarim va Flutter'ni o'rganishimga sabab bo'lgan so'z Aziz Turg'unov bo'ladi. Va doim ingliz tilini bilganligim uchun menda hammasi self study, ya'ni o'z o'rganish. o'zim o'rganish. Ingliz tilida ko'p ana ishlatib yuborish mumkin. O'rganish bo'lgan. Judayam qadrlanadigan va judayam zo'r narsa, ya'ni self study. To'g'ri, gaplar bor. Ustoz bilan 7 kunda o'tadigan narsani 7 yilda bosib o'tasan. To'g'ri, bu gap hammasi yaxshi, lekin boya sizda yosh paytidan self study qilgan inson o'zi o'rgangan bola nisbatan ko'p eshikka boshini qiziquvchan bo'ladi-da, siqib chiqqan bo'ladi-da. To'g'ri, vaqt ketadi, lekin u keyin yetilgandan keyin faqat aytishnik bo'lmaydi-da, boshqa narsadan qo'ldan keladigan bolaga aylanib qoladi. Chunki hammasiga qizib chiqqan bo'ladi-da. Misol uchun o'shaning uchun self study ham adashmasam o'sha ustozniki baribir manzilati boshqacha, lekin buni o'zi ham ancha qadrlanadigan narsa deb o'ylayman-da. Ya'ni o'rganish emas, o'zi o'rganish ham bir mahoratda bu. O'shaning uchun ham til bildimmi deysiz, bu juda ham zo'r narsa. Keyin qarang, misol uchun hozirgi vaqt kelganda, shu so'z kelganda, o'sha o'zi self study o'rganishga harakat qilayotgan bolalar bor. Ingliz tilini biladi ba'zisi ingliz tilini bilmaydi. Shularga nima degan bo'lardingiz? Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Chunki qarang, xohlaysizmi yo'qmi, baribir ustoz boshida aytdi-ku, bo'lmagandan keyin bo'ladi, yoki o'zi kurs sotib oladi ba'zilari, yoki kimdirda qanaqadir ochiq Udemy deymiz, boshqa deymiz, sotib ko'rib yoki kimgadir qisman bo'lsa ham shagird tushib ozgincha o'rganishadi-da. O'shanaqa tasavvur qiling, ikkita unaqa bor, tur bor. Birinchisi ingliz tilini bilishadi, chet tilini bilishadi, ikkinchisi bilishmaydi. Ikkalasiga ham alohida tavsiyalar bersangiz. Birinchisi umumiy beradigan bitta tavsiyam boshida yo'nalishni to'g'ri qo'yib aniqlab olish kerak. Birinchisi uni ahamiyati yo'q. Deylik, o'zbek tilida agar o'zbek tilini biladigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida ham hozir umumiy yo'nalish tanlab olishingizga yordam beradigan kontent juda ko'p bor. To'g'ri, to'liq bo'lmasligi mumkin. Qisqacha deylik, masalan, Flutter nimaligi haqida siz darsni ko'rib turib ma'lumot olishingiz mumkin va qandaydir ma'noda o'zingizni u sohada sinab ko'rishingiz ham mumkin, ozgina bo'lsa. Sun'iy intellekt bo'ladigan bo'lsa, hozir olib qaraydigan bo'lsa, sun'iy intellektda ham YouTube'da o'zida ham men ko'rib turibman, darslar qo'yilib borilyapti, bor, yo'qmi? Birinchi navbatda har bitta sohadan ozginadan bo'lsa ham, bilmadim qancha muddat, tabriga qarab va holatiga qarab bo'ladi, albatta. Agar vaqt kam bo'ladigan bo'lsa, aniq bitta sohani qisqa muddatda tanlab olishga to'g'ri kelib qoladi. Unaqa paytda endi har xil bo'ladi. Eng asosiysi bilmadim, Azimjon akam bitta gapi menga boshqacha ta'sir qildi. Misol uchun front-end o'rganaymi, back-end o'rganaymi deydigan bo'ladigan bo'lsa, qaysi bo'lsa ham birinchi o'rganing. Kirib ko'rishingiz kerak siz aynan uni. Dars yo'qotmaysiz, deylik, dasturchi degani aniq bitta sohada bo'lishi shart emas. Qaysi sohani ham boshqalarni tushunish kerak. Shuning uchun agar vaqt qisqa bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib o'zi qiziqadigan, ko'ngliga yoqadiganrog'i baribir seziladi. O'sha paytda tanlash kerak va o'zbek tilida to'liq kurs, to'liq sohani o'rganishga bor, onlayn ham bor, o'quv markazlari ham bor. Ularga beradigan tavsiyam borib o'rganish yoki bo'lmasa birinchi navbatda ingliz tilini o'rganib olish kerak. Shunday. Boshqa narsa o'zbek tilidagi qiyin-da, to'g'risi. O'shani dardida o'zi aslida ham YouTube'da dars qo'yishni boshlaganman deydi. Kimgadir man bo'lsam to'liq. Ingliz tilini biladiganlar keladigan bo'lsak, ularga nisbatan taqqoslash emas, lekin yo'l ochiq ko'proq. Chunki tekin
kurslar onlayn juda ko'p, juda ko'p. Hammasi ham deylik qaysidir darajagacha chiqarish mumkin. Darajagacha deganimda qaysidir ma'noda qisman bilim beradi. Hammasida ham hech qaysi bitta kurs misol uchun to'liq va'da bermaydi. Sizga mana shunaqa qilib, deylik junior pozitsiyaga aniq chiqasiz degan narsa bo'lmaydi. To'g'ri, chiqishi mumkin. Unda ham disiplina qo'yib, nima deydi, haqiqatda deadline'ga amal qilib o'rgansa bo'ladi, haqiqatda bo'ladi. Lekin unda ham ingliz tilini bilib turib ham ko'roni o'rganib ketiladigan bo'lsa, bu xato. Ustoz yo'qligi aynan shu yerda minusga ishlaydi. Aynan shu yerda. Ikkala tarafda. Ustoz yo'qlik tarafida shu yerda minus bo'ladi. Agar o'zi ruhan bu narsani his qilib, vaqt ketayotganini, o'rganayotgan narsasi muhimligini his qilib turib tushunib o'rgansa, menimcha self study ham bunaqangi muammo bo'lmaydi. O'qituvchidan maslahat so'rashlik mumkin. Mayli, borishdek kimdir qurbi yetmas yoki vaziyat to'g'ri emas, lekin so'rashlik kerak. Chunki o'qituvchi universitetda bo'ladimi, o'quv markazida yoki maktabda bo'ladimi, men bitta narsani to'g'ri bilaman, o'zim uchun bu albatta yo'nalish ko'rsatib beradi o'qituvchi. Doim shunaqa. Men uchun doim, chunki hech qaysi taraflama qarasangiz ham sizga to'liq nimadirni ko'rsatib berish uchun birinchidan vaqt yetmaydi u darsda. Aynan sizga nima o'rganish kerakligini tushuntirib beradi. O'shani biz amal qilib turib, menimcha xarita misolida yuradigan bo'lsak, muammo bo'lmaydi degan niyatdaman, xudo xohlasa. O'ylaganman bu narsani reallikni ko'rgan kesim shunaqa. Shu boya yuqorida ham aytdingiz, asosiysi maqsad qo'yib olish kerak dedingiz-ku, ya'ni birinchi o'rinda har doim niyat to'g'rilab, har kuni, har doim niyat to'g'rilab, undan keyin bir chiroyli bir maqsad qo'ysa, maqsad qo'yganda ham oliy himmatlik bilan, qanaqadir kichkina emas, o'yinday chiroyli katta maqsadlarni qo'ysa baribir yaxshi bo'ladi-da. Ya'ni buni hozir anaqasini ko'rib ham turibmiz-ku, mana hozir suhbatdosh o'zingiz bu aytib beryapsizlarmi? Ajablanib, shunchaki topshirib yubordim bo'ldi deb. Endi so'zimizni yana Najot ta'limga qaytarsak. Najot ta'lim bilamiz, juda ham ko'p bolalarni o'sha xalqimizga, vatanimizga aytishliklarni chiqarib berishyapti. Endi Najot ta'limni o'zidan ilhomlanib, o'sha tashqarida kuzatuvchilarga ham berayotgan motivatsiyalardan shundan kuch olib aytishlik bo'lib ketgan bolalar ham talaygina. Bular sanog'i yo'q. Juda ham sanog'i yo'q. Juda ham ko'p bolalar. Ya'ni o'zi Najot ta'limda o'qimasa ham, lekin aytiga kirib kelishiga Najot ta'limni o'zi sababchi bo'lgan. Boya siz aytganingizdek shunaqa taqqoslash yo'q bu yerda, lekin qolgan o'quv markazlariga qaraganda men shunaqa deb bilaman. Ya'ni qanaqa? Asosiysi buning sababi nima? Alloh uchun bo'lgan qoladi-da, ya'ni niyat xolis bo'lgan bu yerda. Hammasi niyat to'g'ri bo'lgan. O'shaning uchun mana shuni o'zi sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Endi soft skill bo'yicha juda ham ko'p gapirish niyatim yo'q, to'g'risi. O'shaning uchun lekin qaysidir ma'noda o'sha yuqorida aytib o'tdingiz-ku, bizning ishimiz emas dedingiz, to'g'rimi? Qalb ishim. Lekin hamma shuni tashvishida bo'lishi kerak. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom aytganlar, ya'ni misol uchun insonda bir lahta qon bor. O'sha yaxshi bo'lsa, inson yaxshi. Ya'ni agar u yaxshi bo'lmasa, inson o'zi yomon. Shu ma'noda hadislar bor. Ya'ni boya aytdik-ku yuqorida, insonlar o'sha ko'rib turgan bo'lsa, kattakon rahmat shu kishiga, juda ham katta inson edi, lekin ismlari hozir yodimga kelmayapti. Aytdilarki, juda ham miyamda qolib ketadi. Insonlar ixlos bilan tezda erishadigan bo'lgan narsani umrlarini tikishayapti deyishdi-da. Shu gap yodimda qolib ketdi. Endi va shu mavzuga kelsak, ya'ni mana shu sohalarda ham sizni qo'llagan kuchi bo'lgan, albatta, to'g'rimi? Qanaqadir vaziyatlarda mana shu tomonlama ham, ya'ni qanday tushuntirsam bo'ladi buni? Nima desa bo'ladi? O'zingizni shu ilm olayotganingizda sizga bo'lgan qiyinchilik, ilm yo'li albatta qiyinchilik bo'ladi. Shu qiyinchilik yo'lida qiynalgan paytingizda sizda ushlab turgan narsa bo'ladi. O'sha narsa nima bo'lgan? Har qanday ilm bo'lsin, baribir qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchiliksiz bo'lmaydi deb o'ylayman. O'shanda sizni ushlab turgan narsa nima bo'lgan? Bo'ldi, men yig'ishtiraman, bo'ldi, charchadim. Demak, menga emas ekan degan narsa har bitta dasturchini boshidan o'tgan narsa.
o'sha paytda sizni shunday ushlab qolgan narsa nima bo'lgan? Bu qalb ishiga taqaladi baribir menimcha, yoki qanaqadir qo'rquv bo'lganmi? Qo'rquv deyish nisbatan bilmadim qanchalik yomon bo'ladi, mos tushadi-yu, lekin o'rganayotgan paytda odamda qanaqadir zerikish hissi yokida uni yakunla olmagandan keyin qiynalish hissi bo'lib qoladi odamda. Bu menda bo'lgan, bilmadim boshqalarda hammada bo'lsa kerak, chunki bu ko'p uchrab turadigan keys, o'quvchilarda ham ko'ramiz bu narsani. O'zimda ham shaxsan bo'lgan, o'rganib turgan vaqtim o'zi aslida ham tushunmaslik yoki qanaqadir muammoga yechim bera olmaslikdan zerikish kelib chiqadi deb o'ylayman. Chunki hamma o'rganuvchi boshida o'rganish uchun o'rganyapti o'zi, ya'ni o'sha sohada qanaqa uchun o'rganyapti. O'rganish paytida u dasturlash bo'ladimi, deylik, boshqa bitta bir muhandis ishi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, baribir qiyinchilik bo'ladi. Chunki hech kim ham qiyinchiliksiz o'z-o'zidan qaysidir darajaga maqomga yetib qolmaydi o'z-o'zidan. Ham so'raydigan bo'lsangiz, bu yoqqacha yetib kelishida aytadi, to'g'ri, masalan, shunaqa bo'lgan, lekin aynan ich-ichigacha kirmaydi. Chunki o'rganuvchi, boshlovchi odamni qo'rqitib qo'yishi mumkin u. Boshlovchi odam qo'yadi. Chunki menda Xudoga shukr qilaman, bunaqa gap, muammo bo'lmagan. Bo'lgan, to'g'risini aytaman, vaqt bo'lgan, kezi kelgan paytida misol uchun o'sha ustoz bilan ketkazilgan vaqt bo'ladi, qanchadir masalan bir kunda o'rganadigan. U gap tagida ham menimcha o'ylayman, dunyoda ma'no turibdi. Bekordan aytilmagan. Bekor aytilmagan u narsa deyman. Chunki o'qituvchi yo'q. Birinchidan savol so'rashga odam yo'q. Eng qiyin narsasi. To'g'ridan to'g'ri savol so'rashga odam bo'lmaydi. Va savolga javobni qidirish kerak. Aynan qayerdan to'g'ri qilib qidirish ham savol o'zi aslida. Boshida ham savol bo'ladi. O'sha tomonlama qisman qiynalganman, to'g'risini aytaman boshida. Internetdan qidirib yozish mumkin, topish mumkin yechim, lekin aynan real proyekt bilan ishlab turgan paytda har doim ham to'g'ri qidira olmaydi odam. O'shanaqa vaqtda juda qiynalganman, chunki kimdan so'rashni bilmaysiz payt. Misol uchun o'qituvchidan so'rashingiz mumkin. Har bir ham o'zingiz topishga harakat qilasiz birinchi boshida. O'shanaqa paytda qo'ygan, balki menga emasdir degan narsa bo'lgan. Menda ham bo'lgan, teatr sohasida bo'lgan, to'g'risi bo'lgan. Balki menga emas, boshqa sohani tanlaganda yaxshi bo'lardi degan narsa xayoldan o'tgan. Lekin bilmadim, o'sha paytda ham ozmi ko'pmi ko'proq maslahatli dadamni olib turaman. Din tomonlama bo'lar yoki o'sha qalb ishi bo'lar. To'g'ri, endi to'liq nima deydi, birorta bir yechim topa olmasam ham qisman ko'nglimga xotirjamlik beradigan natijani olganimdan keyin menda davom ettirish xohish paydo bo'lib qolgan doimda. O'shandan keyin to'xtatmasdan va bitta hadis bor, aynan endi nima deydi, roviylar bilan keltirish kerak, to'g'risi esimda yo'q. Uni kamdan bo'lsa ham doimiy qilingan ish yaxshi deyiladi. Oz-ozdan eng katta xatolardan bittasi, qolganlarga maslahat beraman bu narsani. Bilmadim, balkim ko'pchilik bunaqa holat bo'lmagandir. Qanchadir deylik, kunlik misol uchun 7 soat yoki 8 soat shug'ullanib qo'yamizda, qolgan 2-3 kunda yo'q, narsa yo'q qoladi. Va o'sha narsa boshida menda ham xato bo'lgan. Va bitta gap eshitganimdan keyin shu narsani eslatib qo'yishgan. Progress makes perfect, ya'ni kamdan bo'lsa ham progress qilib borish natijaga olib boradi. Va payg'ambardan bu hadisga to'la mos tushadi. Oz-ozdan bo'lsa ham nimadirni davomiy qilishlik ham zeriktirib qo'ymaydi, ham yaxshi yetishga turtki bo'ladi deb o'ylayman. O'zi siyrat kitoblari Sunnat Beyga juda ham yoqadi menga. Nimaga? Sababi u siyratda siz hamma narsani o'tasizda. Misol uchun ota haqida, biznesmen deysizmi, u boshqaruvchi deysizmi, boshliqmi, ishchimi, hammasi mujassamda. Hozir dunyoni ishini qilsangiz, siz ham bir kitob yozimday qilsangiz, hozir dunyoni harakatlarini, ya'ni o'zlarining shartlarini o'qiganingizdan keyin o'sha kitob ham mashhur bo'lib ketib qolaveradi-da. Ya'ni
mashhur bo'layotgan kitoblar bor-ku hozirgi. Olib o'qisangiz, mag'izi, negizi o'sha siyratda yotadi-da. To'xta, hozir bu haqida faqat ular nima qilgan, o'shandagi narsani qanaqadir bir sharhlab, bir anaqa qilib berganga o'xshaydi-da. Ya'ni negizi baribir taqalaveradi siyratga. Siyrat bilasiz qayerga taqalishini. Shu Qur'oni Karimni o'ziga taqaladi. Demoqchi bo'lganim, juda ham zo'r, o'shaning uchun siyrat kitoblari yoqadi. Keyin o'sha asosan o'sha o'zingizda qiynalgan paytlaringizda mana til o'rgangansiz, til o'rganishda mana qiynalgansiz. O'shanda ham bilamiz, 14 kunda, yo'q, Alloh xolam 17 kunda ikkita tilni o'rgangan sahoba bo'lgan. Agar eshitgan bo'lsangiz, 14 kunmi deb adashmasam, shunaqa ismlari esimdan chiqib qoldi. Xullas, shunaqangi voqealarni siyrat kitobdanmi yoki boshqa kitoblardanmi o'qiganingizda shundan kuch olgan paytlaringiz bo'lganmi? Yoki farqi yo'q, qanaqa kitob bo'lsa ham, toki hozir qiynayotgan bola sizni gapingizni eshitsin-da, xuddi sizga ilhomlanadi. Yoki otangiz sizga aytgan o'gitlaridan shunaqa paytlar bo'lganmi? Yodingizda qolib ketadi shu narsa baribir. Tabiiy deydigan bo'lsak, ko'proq o'zi ustoz domlalarimiz ma'ruzalari katta ta'sir qilgan va kitoblardan ham bor, yo'q emas, lekin aynan nima deydi, hozir aytganingizdek, adashmasam Zayd Sobit sahobaning 14 kunda 14 kundami 16 kunda u o'zi arab yurtlarida yashaydigan tillarni o'rganish kerak bo'lib qoladi, chunki elchilik vazifasini o'tash kerak. U narsa ham to'g'risini aytsam, birinchi boshida hammada bo'lsa kerak, men qabul qilishim sal g'alati bo'lib qolgan, chunki 14 kun yoki 17 kun deyilishi bunaqa olib qaraganda impossible deydi. Impossible. Imkoni yo'q deb tuyuladi, chunki odamlar yillab saqlashi mumkin. U narsani keyin yaxshilab mag'zini tushunganimdan keyin bildimki, ular qaysidir ma'noda Allohga yaqin kishilar bo'lgan. Ularni Jaloliddin domlaning bir gaplari bor. Buyuk ulamolarimizni vaqti deydi, bizniki bilan bir xil, lekin ularni vaqti eniga teng bo'ladi. Yomon chiroyli. Eniga kengaytirib qo'yilgani hisobiga ham balkim vaqtida barakat bo'lgan. Haqiqatda barakat bo'lgan. Shu uchun ham men o'yladim, keyinchalik to'g'ri qabul qildim bu narsani. Aslida to'g'ri qabul qilganman boshida ham, lekin inson uni birdaniga tafakkur qilish qiyin bo'lib qolgan boshida. Haqiqatda shunaqa ekan. Ya'ni Alloh o'z suygan bandasiga xohlasa bir kunda ham berib qo'yish mumkin bu narsa. Ya'ni hayol o'tgan. Shunaqa. Shunda mana Shayx hazratlarini Xayrullo Hamidovga bilasiz, taniysiz, juda ham shoir, juda ham yoqadi she'rlari Xayrullo Hamidov. Shu aytgan bir maslahatlari bor ekanda. Ya'ni aytganlar ekanki, siz sahobalarni emas, iloji bo'lsa tobiin, taba tobiinlarni hayotini ko'proq olib chiqing. Chunki sahobalarning hayotini olib chiqsangiz kuyib qoladi insonda. Ya'ni u ishni qilish uchun shunga yarasha ixlos bo'lishi kerak-da, yaqin bo'lishi kerak-da. O'shaning uchun kuyib qoladi degan ma'noda aytishgan ekanda. Demoqchi bo'lganim, boya sizning gapingizga yodimga tushdi-da. Chunki ularda boya aytdi-yu, boyagi inson gapiga qaytayapmiz yana. Shu ixlos bilan tezda erishsa bo'ladigan ishga umrimizni bag'ishlab yuboramiz degan gap bekordan bekor xotiramda o'rnashib qolgan edi. O'shaning uchun boya siz aytayotganingizdek to'ppa-to'g'ri gapingiz. Ularda yaqinlik bo'lgan, niyat sofligi bo'lgan. Ya'ni u rostdan xalq uchun o'rgangan insonlar bo'lgan. O'shaning uchun shunaqa bo'lyapti. Ya'ni hammasi birinchi o'rinda shu buyruqni olayotgan kishisiga nisbatan muhabbat o'ta kuchli bo'lgan, yaqinligi bo'lgan. O'shaning uchun endi baribir o'ylaymizki, hozir aytayman-ku, shu umuman ajratish o'zi noto'g'ri-yu, lekin mana bu ilmni o'rganayotganingizda, shu IT sohasini o'rganayotganingizda undagi o'zingizga bo'lgan qat'iyat, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni qaysidir ma'noda endi sal qo'polroq bo'ladi-yu, zaryadlab turadigan bir ma'naviy ozuqa bo'lishi kerak-da. Xuddi shuni aytdingiz, otamni o'gitlaridan oldim dedingiz. Undan keyin kitoblardan olgan bo'lishingiz mumkin. Yana qanaqa kitoblarni o'qigansiz? O'zingizga ma'naviy ozuqa oladigan va o'qiyapsiz. Kitob o'zi
to'g'risini aytaman, oldin u qadar diniy kitob bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'qishga xohisim bo'lmagan ko'p. To'g'risini aytaman bu narsa. U yashirib nima qilaman. Lekin e, qaysidir ma'noda bitta narsani anglab yetganimdan keyin bu narsa menga juda qattiq ta'sir qilgan. Ruh bor o'zimizda va jismoniy tanamiz bor. Tanamizga masalan deylik bir kun deylik hech narsa yemasdan o'tadigan bo'lsa qanaqadir ta'sir qiladi. Jismonan deylik qolamiz boshqa bo'ladi. Va ulamolar gapi bor, qalb kun ketma-ket kitob o'qimasa qorayib qoladi. Va o'sha narsa qattiq ta'sir qilgan menga va o'ylaganman bu narsani nimaga aynan shunaqa. Keyin sinashni boshlaganman bu narsani. Kitob o'qigan kunda haqiqatda barokat boshqacha bo'ladi. Deylik, kunda demaylik, umumiy o'zi aslida gapirib kitob asosiysi Qur'on kitobi bo'ladi. Albatta. Undan keyin deylik boshqa kitoblar ham bo'ladi. U aynan diniy bo'lish shart emas. Ruh oladigan kitob adabiy bo'lishi ham mumkin. Uni ajratish xato. Chunki u bilimni yo diniy yo dunyoviy turib ajratish ham xato. Va asosiysi anglagan narsalarning yana bittasi qaysi bir buyuk odamlarni hayotiga qaraydigan bo'lsangiz ham o'zimizni biladigan beruniy bobolarimiz bo'ladimi yoki Ibn Sino bo'ladimi, Amir Temur bo'ladimi, ular hayotida o'zi hozir biza biladigan masalan deydi Ibn Sino tibbiyot bo'yicha o'zini mashhur yokida bir buyuk kishi sifatida ta'riflaydi. Aslini olib qaraganda eshitgan yoki bilgan manbalarimga qaraganda u kishini hobbisi sifatida bo'lgan. Biz shunchaki aytishadiku, kulgili qilib so'zlar ham aytadi. Chap qo'lda yozib tashlagan deyishadi. Bo'lgan. Umumiy hammalarni olib qaraydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda diniy ta'limni birinchi o'ringa qo'yishgan. Va o'sha barakatini hisobidan bu yerda ham ancha nima deydi, ishlar o'nglanib, juda ham ko'proq bir natijaga erishgan. Va o'shandan keyin kitob o'qish qismida juda ko'p uyg'ona boshlagandan keyin hozir to'g'ri Saodat aslini o'qiyapman va undan keyin yana ketma-ketlik olib qo'ygan kitoblarim Islom tarixi, Shayx Hazratlarining kitoblari. Va xohlasa o'shanda shunday. Bu kitob o'qish yaxshi deymiz-ku, lekin hozir ba'zida endi hali o'zimiz ham yoshmiz-ku, yoshlarda bo'ladi qanaqa? Internetda bir kitob mashhur bo'ldi, juda ham mashhur bo'ldi. Sразу boradi, olib o'qishadi. Uni ichida o'zi filtrlanadigan, oladigan narsa bor, uni ichida olmaydigan narsa bor-da. Ya'ni misol uchun dunyolar aro, zamonlar aro o'tib kelayotgan kitoblar bor. Unga reklama shart emas. Unga kimdir nima desa bo'ladi, marketing shart emas kitoblarga. Tayyor o'zlari bor, u hech qachon sinmaydi ular. Avval shu kitoblarni o'zi olib, anglab olib, undan keyin shunaqa kitoblarni o'qishni tavsiya qiladim. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Ya'ni o'sha siz aytganday birinchi o'rinda Qur'oni Karim, undan keyin sunnatga oid, siyratga oid kitoblar, o'shalarni mujassam qilib olgandan keyin bir chiroyli endi to'g'ri ulamo bo'lmas, boshqa bo'lmas, oddiy mo'mina sifatida o'zida bir chiroyli filtr paydo bo'ladi-da. Ya'ni olishim kerakmi, olishim kerak emasmi shu ma'lumotni degan narsa. Siz shunga qanaqa qaraysiz yoki bu yo'q ota-onaning o'zini o'giti bilan ham o'tib ketadigan narsa deb o'ylaysizmi? Masalasi to'g'risi nozik, chunki qaysidir ma'noda bo'lib ketishga mani haqqim bor deb o'ylamayman. Chunki men ham kitob to'g'risi ba'zi kitoblarni olganman, bilaman, yaxshi feedback eshitganman o'sha kitob haqida va to'g'ri qanaqadir foyda olishimni bilganimdan keyin olganman. Olganimdan keyin u kitobni o'qib boshlaganimda meni bilim darajam yetmasligi aniq hosil qilgan joylar bo'lgan. Va o'sha kitob shu joyda to'xtagan hozirgacha. Chunki u kitobni anglab yetishim uchun menda qanaqangidir darajada fundament bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki undagi mag'izni anglab yetishlik uchun qiynaladi odam. Shunda qiynalganman, shuncha aytyapman, deylik, men ham ko'proq shu deylik ustozlarimiz taklif qilgan yo'nalish bo'yicha va Shayx Hazratlarini bilsangiz, Iqror nashrida o'zida ham ketma-ketlikda qaysi kitobni o'qish kerak boshidan. Menimcha eng to'g'risi shu shayximizga yo'nalish bo'yicha ketishlik boshida.
Chunki u kishidek odam nima deydi, u ko'p narsa deb tashlab ketdilarda bizga ancha narsa. Judayam qadrlash kerak. To'ppa-to'g'ri qanaqadir bir shunaqangi bir chiroyli va mufassal javob berdingiz. Judayam rahmat. Chiroyli javob bo'ldi. Ya'ni o'zingiz baribir so'zingizdan ham bilinib turibdi, o'qigan shayx hazratlarining kitoblarini sizga ta'sir qilgan qaysi biri bo'lgan asosan? Yoki mana misol uchun baraka topsin o'sha Hilol nashrda o'zida ishlaydigan akalarimiz, opa singillarimiz audiolarni ham joylashgan. Ya'ni hozir uzri yo'q-da, vaqtingiz yo'qmi? Naushnikda eshitib ketaversangiz ham bo'ladi. Shunaqangi sharoitlarni qilib qo'yishibdi-da, chiroyli qilib. O'shaning uchun audio bo'lsin yoki kitobda bo'lsin yoki elektron qanaqadir bo'lsin o'qiganlaringiz bo'lganmi? Ko'proq o'sha aytganingizdek Hilol nashridagi audiolarda eshitganman. Unda ham qay ma'noda savol-javob turkum shaklida o'tkazishlarni ko'proq eshitganman. Chunki Navro'z radiosimidi? Adashmasam, Navro'z radiosi. savol berishadi, javob olib. Bitta qiz ovoz. bo'ldi. U narsani o'zi qisqa va endi toqat yetadigan darajada eshitishga yaxshiroq. Chunki kitobni ko'proq eshitishni man o'zimga o'qimayman, xush ko'rmayman. Chunki o'qiganda ko'proq his qiladi odam, kimdir eshitganda his qiladi. Va o'qiganlardan adashmasam Xudo biladi, yana ruhiy tarbiyani adashmasam bir uni ham eshitganman boshida Hilol nashr o'zida. Aynan qaysi kitoblar to'g'risi aynan o'qiganlarim nomi esimda yo'q, lekin judayam hurmat qilaman. U qaysi kitob bo'lishidan qat'iy nazaran man asosiy hayotimizga tatbiq qilishga eng katta yordam beradigan hadis va hayot. Chunki bekorga nomini ham unaqa qo'ymaganlar deb o'ylab qolaman ba'zan. Chunki hadis va hayot hayotimizda bo'layotgan hamma narsani hadisga bog'lab yechimini berganlar. Qaysidir bir juzida 20-sida yo 13-sidamidi uning oldi berdi haqida gap ketganda ham haqiqatda hozirgi qilayotgan oldi berdilarimizda xato ko'pligini anglaganman. Bilib bilmasdan turib qilamiz ko'p narsani. O'zi aslida dinimiz ko'p narsaga yechim berib qo'ygan va oson shaklda berib qo'ygan. O'zi qiyinlashtiramiz uni bilmasdan turib, amal qilmasdan turib, keyin oddiy masalan qarz solib oladigan bo'lsak, ko'p kishida kuzatiladi, orqasidan yalinib yurishlik paydo bo'lib qoladi. Boradigan payt qoladi joyi kelsa. Lekin o'zi aslida ham bilishim bo'yicha ikkita bir guvoh keltirib, bu yerda shartnoma shaklida qarz oldi berdi, mana shu kunda olindi, mana shu kunda beriladi degan narsa yozib qo'yiladi. Va ikkita guvoh bo'ladi ikki tarafdan. Mana yechim qanaqa? U haqiqatda buni nima deydi? Har bitta bir sohada deymizmi yoki bir o'zimiz duch keladigan qanaqangidir kichik bir hayotiy voqealarni yechimi aynan yechib berilganda. Ham tushunishga juda oson. Juda qiynalmaydi odam. Masalan, oldin kitob o'qigan bo'lsa, men unaqa tushunmayman. Aqli yetadigan darajada bo'lsa, deylik, tushunib ketadi hamma ham kitobni. Men yoqadi shu aynan. Ya'ni o'sha shunaqangi mualliflarni tanasi deb ta'riflayman. Ya'ni qanaqa deymanki, oldingi podkastlarda ham ko'rsangiz, ya'ni ular bir narsani sharhlab bersa, misol uchun bir mevani sharhlab bersa, yeganday bo'laverasiz-da. Shunaqada, shunaqa juda ham chiroyli kitob anaqa bergan, tushuntirib berganlar. Ya'ni bu ular tiriklarda xullas ular. Va hadis va hayot juda ham balog'atli kitob. Judayam mo'jiz kitob, to'plam, judayam yaxshi kitob. Va bu mo'jiz kitobdan ancha-muncha ruhiy quvvatlar olgan insonlar haqida podkastlarimizda gaplashdik, boshqa qildik. Va albatta bu o'qigan o'quvchini shunaqa nasibalar bermasdan ixlos bilan o'qisa, bermasdan qo'ymaydi-da. Chunki bu kitob o'zi ixlos bilan yozilgan. Nima demoqchi bo'layotganimni tushundingiz deb o'ylayman. Sizga qarang, oldingi shu Sunnatbek bilan hadis hayot o'qib bo'lgandan keyin
yoki qanaqadir qaysidir juzini o'qigandan keyin? O'sha qaysidir juzida ta'sir qilgan bo'lsin, lekin to'liq o'qib chiqmaganman to'g'risi hali o'zim ham. Lekin u narsani o'qiganimdan keyin menda hurmat oshgan, yanayam oshgan. O'zingiz aytganingizdek, ixlosda yotsa kerak ko'p narsa ham. Chunki ixlos bilan o'zlarini manfaatlarini ko'zlab turib, manimcha bu kitob umuman bu shubhaga borish ham xato bu narsaga. Chunki haqiqatda ummat uchun, Alloh rizoligi uchun yozilgan bu kitob deb o'ylayman. Chunki u narsada o'qisangiz o'zingizga boshqacha bir har tomonlama bir yengillik his qiladi odam ko'rib, o'qib, anglab. Va aytganingizdek, yozuvchi ixlos bilan yozib ketgan narsani o'quvchi ham, men hisoblayman, ixlos bilan uni o'qish kerak. Shundagina asl maqsad tushunadi. O'shandagina asl maqsadni tushunadi va eng bog'liq qolgan joyim shunaqaki, Shayx hazratlarimizni vaqtlarini soniyasini ham qadrlaganlar. Buni soniyasini ham qadrlaganlar. Bitta narsa eshitganman, safardan kelayotgan paytlarida kechqurun kelib qolgan paytlari bo'lgan ekan. Ukalari "Damingiz oling, kech keldi, safardan keldi" so'z aytsa, "Yo'q, men har kunlik kitob yozishim kerak. Mana buni yozmasam bu narsam qolib ketadi. Va ertaga yana ham ko'p bo'lib qoladi yoki umumiy bu ixlosdan-da bu narsa hammani qo'lidan keladi. Kechqurun keldim, safardan keldim. Qo'y bugun shu narsani qilmaydigan narsa hammani nima deydi, irodasiga to'g'ri kelmaydi bu narsani. Nafsiga yo'q, bu qilmaymiz. Mana shu narsani tugataman, keyin buni qilamiz degan narsani buyruq shaklida berganlar deb o'ylayman. Chunki juda ham lol qolganman bu narsani eshitib, to'g'risi. Haqiqatda bir o'zim uchun nima deydi, to'g'ri u kishiga o'xshashlik hali nima deydi, qiyin, o'ta darajada qiyin. Lekin harakat qilamiz. Qaysidir qisman bo'lsa ham bir yaqinlik qilishni o'xshayapti. Qaysidir bir mana yaxshi bir xarakterlari bo'ladimi, amallari bo'ladimi, bir qilgan xolis ishlari bo'ladimi, o'shani qilishlikka harakat qilaman ko'pincha. Endi shunday. Mana bu ko'p yozuvchilarni ko'rsangiz, asosan mana bunaqa o'ziga xuddi qanaqadir yozuvchi bilan birga bo'layotgandek bo'lasiz. Asosan Imom G'azzoliyning yozgan kitoblarida Hazratda qanaqa bo'ladi? O'quvchini o'ziga shunchaki yaqinlashtirib qo'yadi-da. Undan keyingi sizga berilgan tanbehlar, sizga berilgan maslahatlar shunaqangi yuragingizni tubigacha yetib boradiki, bunga amal qilmay qo'ymaysiz avvalo. Xudo unaqa rizoligi bilan, unaqasi bilan, qudrati bilan, kuchi bilan, ya'ni shunaqangi darajada ta'sir qiladi. Shayx hazratlarimiz ham mana shuni yaqqol misolini ko'rsak bo'ladi-da. Ya'ni boya o'zingiz aytyapsiz, oddiy inson ham shunday o'qishni biladigan inson shunday o'qisa tushunsa bo'ladigan narsa qilingan. Hech qanaqangi bir juda katta aql kerak emasda, faqat toqat bilan o'qisa bo'ldi. Shu hadis va hayotda qaysi juzini o'qib chiqqandingiz? 27 bo'lsa kerak. Yo, ismi lekin umumiy savdo haqida, oldi-berdi haqida edi. To'g'risi o'sha o'zingizni yodingizda qolib ketgan anaqasidan ozgincha bir ayta olasizmi? Qanaqadir so'zlar yoki misol? To'g'risi misol boshida keltirib bergan misolim ko'p esimda qolgan va aynan keyin ana bu biladigan narsamiz savdoda hozir ham bilasiz, islomiy moliya, ya'ni islomiy banklar qo'yapti. Bu narsani yaxshiroq tushuntirilgan, oldi-berdi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bizda masalan kredit tushunchasi bor. Kredit bo'lganligi uchun ham harom qilingan. Lekin o'sha narsani misol uchun ikkita sherik bo'ladigan bo'lsa, masalan siz bilan men deylik, menga pul kerak bo'lib qoldi, qaysidir bitta biznesni qilmoqchiman deylik, qaysidir moliyaviy ishim bor va menga qanchadir summa kerak bo'lib qoladi, sizdan oldim o'sha summani. Olganimdan keyin o'zi azaliy hozir bizda qanaqa ishlaydi, masalan men foiz qilib qaytarishim kerak o'zi aslida bunaqa o'zim. Lekin kitobda keltirilishi bo'yicha masalan men
olayotgan paytda beruvchi tomon ham, oluvchi tomon ham biznesda foyda yokida mag'lubiyat bo'lishiga tayyor holatda shartnomani qilib oladi. Chunki bu tavakkal ish bo'lyapti. Chunki bu yerda aniq kim ayta olmaydi. Biznes haqiqatda yurib ketishligi ham mumkin, yurmasligi ham mumkin. Chunki bu nominal bir startap degan bo'ladi. O'sha paytda bir-biri bilan rozilik bo'ladi va agar daromad bo'ladigan bo'lsa, daromad masalan tenga bo'ladi. Mana shuncha qismanga, mana shuncha qismanga bo'ladi deyiladi. Bunda u tomon ham, bu tomon ham yutqazmaydi. Aynan yaqqol yechim berib qo'yilganda bu narsaga to'g'ri yechim berib qo'yilgan. Yaxshigina qilib. O'sha narsani o'zimizda ham man o'ylayman, qaysidir ma'noda agar tatbiq qila olsak, juda ham yaxshi bo'ladi va bu bo'lyapti sekin-sekin. Masalan, Iman Invest misol uchun sekin-astalik bilan ekotizim sifatida kengayib boryapti. Man o'ylayman, xudo xohlasa kelajakda umumiy o'sha belgilab berilgan darajadagi tartibda bizda ham mana shunaqangi qaysidir ma'noda oldi berdi yoki kreditsiya xatolar tizim paydo bo'ladi, islomiy tizim. Chunki har tomonlama manfaat bo'ladi deb o'ylayman. Chunki dinda berilgan narsani qilyapsiz, bir savobli ish. Ham tomonda ham qanaqangidir achinish hissi yoki birorta bitta odam chekkada aziyat chekib qolmaydi. degan narsa bo'lib qolmaydi degan maqsadda mana shu joyga ancha bir boshqacha ta'sir qilaman. Yaxshi. Judayam zo'r javoblar berdi. Judayam bu fikrlar judayam yoqayapti menga to'g'risi. O'sha o'zingizni o'qigan asosan o'sha hali o'zingiz aytdingiz-ku, xudo xohlasa rejalashtirib qo'yganman, kitoblarim bor, o'qiyman deb. Bo'lisha olasizmi? Qanaqa kitoblar ekan agar xohlasangiz? Hozir to'g'risi olib qo'yilgan, sovg'a shaklida berilgan kitoblarim ham bor, islom tarixi. O'zlarimiz tomonidan berilgan, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ikkinchisi xabarlarga qaytamiz aka o'quvchilarga. Asosiysi hadis va hayotni to'liq o'qib chiqmoqchiman, chunki qaysidir ma'noda g'alati tuyulishi mumkinda odamlarga. Nimaga maslahat berasiz, o'zingiz o'qimagansiz degan xabar bo'lib qoladi. O'sha narsa o'zi u odamlar feedback tomon emas, o'zimga ham bu narsa avvaldan to'g'risini aytsam ancha vaqtdan beri bu narsa niyat bo'lib turadi. O'sha narsa asosiysi hadis va hayot. Va keyin men o'ylayman, uni o'qib chiqqandan keyin ruhiy tarbiya bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan endi nima deydi, oldindan maqsad qo'yamiz-ku, vaziyat o'zgaradigan bo'lsa, iloji yo'q, vaziyatga moslashga to'g'ri kelib qoladi. Men hayotda ko'p shunaqa bo'ladi. Chunki bu normal holat, lekin imkon qadar qo'ygan maqsaddan chetlashmagan holatda o'ylaymanki, keyingi kitoblarim eng birinchisi shu hadis va hayot bo'lsa kerak deb olaman. Xudo xohlasa judayam maroqli suhbat ketyapti to'g'risi. Endi qarang, o'zingiz pedagogsiz, ya'ni dars berasiz Najot ta'limda, ham o'qiysiz o'sha Millat umidi universitetida. Keling, ish joyingiz haqida gaplashsak, o'qish joyingiz haqida ham ozgincha gaplashsak. O'qish joyiga keladigan bo'lsak, universitetimiz asosan o'zi juda ham yaxshi muhit. Qaysidir ma'noda nima deydi, o'zimga yoqadigan muhit desam bo'ladi. Chunki darsliklarimiz faqatgina o'zimizga kerak bo'ladigan soha darajasida qo'yib chiqilgan. Birinchi navbatda. Bilmadim, kim bilan ishlashi mumkin, boshqa sohadan ham kerak. Lekin men o'ylayman, hammasidan bir shingildan olish bor. Qaysidirida aniqlikni olib ketishlik bor. Mukammal. Men uchun bitta bo'lsa ham to'liqroq olib ketgan qulayroq hozirgi vaziyatda. Va universitetimizda xudoga shukr qilaman, ta'lim muhiti yaxshi. O'qituvchilarimiz, pedagoglarimiz chet el muhitlarida ta'lim olib kelishgan ko'plari. Aksarlari shunaqa. Va o'zimizda ham ta'lim muhiti ingliz tilida bo'ladi aksar holatda. Rus tilida ham tezi kelsa o'zbek tilida qo'shiladi. Tezi kelib qolgan. Shunaqa muhit qilingan bizda va darsliklarimiz endi bilmadim, bu yalqonligidek ko'rinishi mumkin, har kun emas. Har kun bo'lmagan universitetda darslar, chunki bilmadim, bo'lgan vaqt keyin birinchi kurslar paytlarimizda bo'lgan, lekin hozir
misol uchun 3 kun dars bo'ladi. 3 kun degani o'zi aslida repetitor degan bo'lib qoladi o'zi aslida. Universitet emas o'zi. Lekin Zo'r. 3 bo'lganda ham bir chiroyli, sifatli bo'ladigan umidamiz, to'g'rimi? Shunaqangi bir chiroyli. Hozir shunaqa bo'lyapti. Leksiyalarimiz, seminarlarimiz tashkil qilinadi va har bitta ustozimiz o'zini sohasidan qo'lidan kelgancha imkon qadar dars o'tishga harakat qiladi. Ha, Va bilishim aha. gapiryapmiz. Ya'ni uzr, chunki qanaqa hozir internet bor, sizni gapingiz kelgancha qanaqadir sekundlar o'tadi-da, o'shanaqa bo'lib qoldi, uzr. Behisob. Adashmasam, yo universitetga kirish uchun ham yaxshigina imtihon bor va talablar bor. Bizda sal bunaqa ravishda, ya'ni o'zimiz universitetida bilasiz, kirish qaysi ranada qiyin davlat juda qiyin, to'g'risi. Bizda masalan IELTS bo'lsa, misol uchun Talab 5,5 IELTS. adashmasam shunaqa. Talabchi o'zi aslida. Keyin maktabni bitirgani haqida o'sha nima deydi, attestat o'sha narsalari bo'ldi. Agar yo'q bo'lsa IELTS o'zi ichki imtihon oladi. Ichki imtihonda agar yaxshi natija ko'rsatsa, muammo emas. Lekin bizda tizim boshqacha shaklda qurilgan, ya'ni foiz shaklida ishlatadi baholar. Ya'ni bitta fan uchun misol uchun 10% mana shu narsaga, 20% bunga, 30% bunga, mana shunaqa qilib foizlar chiqilgan. Va baho olishlik o'shanga qarab turib bo'ladi va haftalik bizda shunaqa kichik nima deydi, projektlar bo'ladi fan bo'yicha. Va baho yig'ilib boradi oxirida. Shunaqa tarzda qilingan va nisbatan yaxshi. Mana shu haqiqatda yaxshi. Kimdir misol uchun agar 100% oladigan bo'lsak, faqat imtihon uchun deb qo'ysa 100% xato bo'ladi. Bizda bilmagan deylik 30% imtihon bo'ladi, misol uchun 50% imtihonga bo'lib qolishi mumkin. Va shu tomonlama yutug'i kattaroq deb o'ylayman universitetda. Bunaqa maqtash niyatim yo'q, chunki o'zi aslida universitetda men o'zimizda emas, chetda o'qish niyatim bor. To'g'ri. Til bilgansiz chunki. Universitetlarni ko'pisiga ham nima deydi, grantlar bo'lgan. To'g'ri 100% olmagandirman, lekin 70%, 50%, 60% darajada olgandim. Ko'p universitetlardan kelgan. Prosta moliyaviy to'g'ri kelmay qolgan, boshqa bo'lganligi uchun keta olmay qolganman. Shu tomonlama endi qidirganman, to'g'risini qidirganman. Qaysi universitet Yaxshilikkadir turib bo'lgan. Zo'r bo'ldi, men achinmayman, chunki narsa o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Shu Xudoning izni bilan shu foydasi bo'ladi, manfaati bo'ladi. Hamma narsa bejizga bo'lmaydi. Shu Hazratni xotirlab ko'rsatuv bilasiz, juda ham manfaatli, juda ham zo'r ko'rsatuv. Shu ko'rsatuvda shu bir shogirdlardan biri aytdilarki, Hazrat har bitta bo'lgan voqeani yaxshilikka yo'yardi va u rostdan ham keyin yaxshilikka bo'lardi, dedi-da. O'shandan shunaqa har bir ishda bir chiroyli bir yaxshilikka yo'yib qo'ysa, bu yog'iga bir yaxshilik bo'ladi deb o'yladim. Shunaqa narsa tasavvur paydo bo'ldi o'zimda va buni keyin isbotlarini ham ko'rdim hayotda ancha. Endi sizni faqat talaba, talib bo'lim nafaqat va o'qituvchi ham deb bilamiz va boya o'zingiz aytdingiz. O'qituvchi insonga nafaqat ilm, balki o'sha qalbdagi xotirjamligi bo'lsin. Misol uchun oddiy qilib chapani qilib aytganda o'qituvchining gapirish ohangi bor, gapirish mimikalari bor, qanaqadir so'zlari bor. Xohlaysizmi yo'qmi, o'tadi-da, o'tadi baribir. Keyin boya aytdingiz, axloqi, xulqi bo'lsa ham o'sha o'quvchiga o'tadi. Buni mas'uliyati qanaqa sizda? Mas'uliyat nima deydi? Oson emas, to'g'risi. Qanaqa ma'noda? Chunki siz qaysidir nechtadir bitta odamni mas'uliyatini olyapsiz, o'ylaysizmi? Va qaysidir gapingiz noto'g'ri bo'lib qolishidan qo'rqadi odam. Chunki ilm o'rgatyapsiz ularga, ilm o'rgatyapsiz. O'shanaqa paytda agar bitta bir noto'g'ri narsa tushuncha berib qo'ysangiz, demak qanchadir odam uni noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladida, ular ham nechtadir odamga tarqatadi. Bir kishidan bir nechta kishiga tarqalganda u xato narsa ham gunoh sifatida ketib qolishidan qo'rqaman. To'g'risi qo'rqaman. Hozir
va imkon qadar har bir narsamni biladigan narsam bo'lsa ham birinchi navbatda shu tanqidlar bormi qarayman, internet qidiraman. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, yana ham ko'ngil to'lmasa, tanishlarga chiqaman. O'zimdan tajribasi katta o'zimni tanishlar bor, ulardan so'ra boshlayman. Mana shu haqida fikringiz qanaqa? Deylik, mana shu narsani o'zim o'rganib chiqdim, bilaman aynan nimaga ishlatishyapti, nima qilishim, lekin baribir ham shubham bor deymanda so'rab tagiga yetib turib imkon qadar shunaqa qilishga harakat qilaman. Va o'quvchilar bilan pedagogik jihatdan hali professional darajadaman deb o'ylamayman, chunki yaqinda bitta guruhimiz tugadi hali. Tajribamiz ham aytarli darajada qanaqadir professional yoki ko'p anaqada emas, jiddiy emas. Lekin har bitta harakat yoki narsadan keyin hamma anglab yetadigan narsasi bo'ladi. Bu eng asosiysi o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasida qaysidir ma'noda qisman parda bo'lib qolishi kerak. Qisman. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Chunki hayiqib turish kerak edi baribir odamlar. Hayiqish hissi, ya'ni qo'rqish hissi bo'lishi kerak, ozgina bo'lsa ham. O'shanda nima deydi? Ilmni bir mevasini his qila oladi. O'qiyotgan odam qaraydi, haqiqatda bir qo'rqib turib, misol uchun anavi qilib o'rganadi. Lekin ham men ko'proq do'stona yaratishga harakat qilaman, chunki bo'ladi o'rtada deylik, to'layam deylik. Xuddi og'ayni sifatida o'quvchilar turib ketilmaydi sifatida. Umuman begona sifatda emas, juda to'lalikchi o'quvchi sifatida muomala qilmaslikka harakat qilaman. Chunki bilmadim, hamma har xil metodikani tanlaydi. Ko'nglim nisbatan boshligi uchun ko'proq qattiq gapirishga yoki boshqa qilishga qo'rqaman hozir. To'g'risi, ko'ngil ortiq qo'yish ham bir boshqa narsa-da, to'g'risi. To'ppa-to'g'ri. Xudo xohlasa to'g'ri qilmayapsiz. Ya'ni nimaga to'g'ri qilmayapsiz deb aniq aytayman. Chunki buni o'zingiz o'quvchilaringiz yutug'i bilan isbotlab qo'ygan paytlaringiz ham bo'ldi. Ya'ni o'zingiz ekayotgan mevalaringizni qisman bo'lsa ham anaqa daraxtlaringiz mevasi yoki gul bo'lsa gullashni boshlagan paytlarni ko'rdikda, ijtimoiy tarmoqlarda. Bu juda ham insonni xursand qiladigan holat deb o'ylayman va o'sha yerdagi hamma charchovlar insondan chiqib ketadi. Endi men tushunishim bo'yicha o'quvchilar sizdan qo'rqadi. Qanday qo'rqadiki, sizni xafa qilishdan qo'rqadi. Yani shunaqa muhit yaratgansiz deb o'ylayman. Menimcha to'g'ri ta'rif berdim deb o'ylayman. Ya'ni shunaqa bo'ladi, shunaqangi do'stona bo'ladi. Xafa qilib qo'ymaslik uchun ham o'qiysiz. Bitta bo'lsa ham shunaqa o'qituvchi uchragan bo'lsa kerak hayotingizda. Ya'ni shunday o'qituvchiki, uni darsini qilib kelishingiz kerak. U sizga qattiq gapirmaydi, lekin qanaqadir bir ko'nglini og'ritib qo'yish uchun bir sabab bo'lib qolishi mumkin. Darsini qilib kelmasligingiz o'shaning uchun qo'rqasiz. Shunaqa bo'lsa kerak menda ham deb o'yladim endi o'quvchilaringiz bilan. Va o'quvchilaringizdan musobaqaga o'sha Najot ta'lim o'zida yoki boshqada o'sha yutuqlarga erishib kelayotgan o'quvchilaringiz haqida bir qisqacha aytib o'tsangiz, ya'ni bu o'sha rostdan ham sizning metodingiz to'g'riligi, va xudo xolasa bundan kattaroq o'sha o'zi eshitib turgan bo'lsa agar o'quvchingiz bundan katta yutuqqa erishishiga bir sababchi bo'lib qolar balki. Ishlarimiz doimki deyarli 80% adashmasam natija qilishdi. Yaxshi joylarga kirdi ko'pisi. Hammasini bitta aytib chiqishim kerak emas. Vaqt yetmaydi. Asosiylaridan aytishim mumkin. Mirzo-Ulug'bek degan o'quvchim bor. U bola Global Move degan kompaniya, Nuriddin aka, DJ'ni rahbari bo'lsangiz kerak. Kompaniyasiga to'g'risiga kirgan. Va mas'uliyati siz bilan bilmadim, balkim siz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Stajirovkaga, ya'ni tajribaga kirgan odamga beriladigan mas'uliyatdan katta mas'uliyat olgan. U yigit. Ma'lum bitta muhit deadline qo'yilganidan keyin joyi kelsa gaplashib qolamiz. Ustoz deydi, shunaqangi mas'uliyat berilyapti deydi. Men uni gaplashib baza qilaman, lekin qaysidir ma'noda
Qalban boshqacha bo'lasiz, chunki birdan boshlagan odamning katta mas'uliyat. Dastur berilyapti, mana shuni qilishing kerak deb turib, eplayapti. Xudoga shukr qilaman, eplayapti. Judayam zo'r eplayapti. Feedbacklar eshitdim o'zlaridan ham, masalan deylik, o'zlari bilan gaplashganimda ham shukr qilaman, yaxshi feedback ham oldim. Qaysidir ma'noda qisman to'g'rilash kerak bo'lgan joylarga ham feedbacklar oldim. Umumiy maktab ta'limi o'quvchilar haqida. Va zo'r deyam, endi maqtamayman. Qaysidir ma'noda harakat qilganligi uchun ham shu narsani berdi Xudo. Sababini qilganligi uchun ham yaxshi natijani mana Xudo berdi. Gap emas. Xudo uchun bu nima deydi? 6 o'qib chiqdi degani bo'ldi, boshqa narsa emas. Lekin haqiqatda darsdan tashqari o'zi ham tayyorlandi, qanchadir vaqt sarfladi, intildi asosiy va niyat to'g'ri qilgan boshida. Vakansiyalar chiqqanda o'zi bilaman, ya'ni keyslarda. Shuni tanlab mana yomon emas. Shukur qilaman, o'zim ham doim duoda ham bo'lib turamiz. Xudo xohlasa o'quvchilar ularni qaysidir ma'noda ishga kirishligi, umuman xalqqa manfaat yetishligi mening ham duom qaysidir ma'noda. O'zimga shunday. Qachoniki o'sha o'zini rizqini topishga avvalo bitib qo'yilgan-ku, lekin shu rizqni olishga sababchi bo'lyaptimi shu kasb va shu kasbni o'rgatgan inson siz sababchi bo'lyapsizmi? Bu juda ham katta baxt-da. Katta baxt. Juda ham xursand bo'ldim. Qaysidir ma'noda havasim keldi juda ham. Ya'ni bu o'quvchilarning o'zini yutuqlarini gapirish har bitta o'qituvchining o'ziga bir yoqadi. Eshitishni o'zi ham juda ham maza qiladi-da. Bu zo'r. Bu shu ixlos bilan har bitta o'quvchiga yondashishingiz, boshqa shularning hammasi hali bu qiyinchiliklar bor. Boya o'zingiz ham aytdingiz-ku, qiyinchiliklar gapirgim kelmaydi, yangi boshlovchilar qo'rqitib qo'yaman dedingiz-ku. Qiyinchiliklar bo'ladi. Qiyinchiliksiz baribir hech iloji yo'q deb o'ylayman. Endi bizda qisqacha savollar bor-da, agar ruxsat bersangiz, bersak. Endi qarang. Hayotingizda eng chuqur saboq bergan voqea qaysi? Bitta. Qaysini aytishni noto'g'ri, lekin Yo, aytavering. O'qishga topshirayotgan paytimda ko'p universitetlardan nima deydi, taklif kelgan. O'z universitetiga ham kirganman, boshqa joylarga ham kirganman. Endi nomini aytmayman, qaysi universitetdagini. Bitta universitetdan qilishgan. Shu universitetda ham o'qiymanmi degan narsani ota-onam oldida gapirib o'rganman. Mana shu universitetda ham o'qiymanmi degansiz. Ya'ni mensimaslik bilanmi yo? Qaysidir ma'noda mensimaslikda tuyulishi mumkin, qaysidir ma'noda odam xohlamagan universitet bo'lishi mumkin, lekin men uni borib turib kibrga berdim. Chunki xohlaysizmi yo'q, mensimadimi? O'zi bu gapni aytish noto'g'rilik. Endi odam birdan kelib qoldi, o'ylamasdan turib gapirib yuborgandim o'sha. Keyin umuman telefonda gaplashib bo'lgandan keyin dadam to'g'ri tushuntirib qo'yganlar, qaysidir ma'noda gapni aytishlik noto'g'riligini va borni u olib qo'yish degan hech gap emas. Olaman deb olib qo'yar Xudo. Beraman desa berib qo'y. O'sha uchun berilgan narsani qadrlash kerak. O'zni qaysidir ma'noda tepalarga ko'tarib yuborish kerak emas deb o'ylayman. Chunki katta xato qilganman. Shundan keyin to'g'ri xulosa chiqarganman. Qaysidir ma'noda nima haqidadir gapirayotgan bo'lsam, birinchi o'ylab turib xulosa chiqardim. Ya'ni o'shanda saboq olganingiz otangizning o'sha so'zlari bilan bo'lgan, to'g'rimi? Tushunarli. Endi sukunatda nimani eshitasiz? Borib bu mavzular hozir aslida gapirishim xatar, lekin agar ko'pchilik eshitib turibdi, shaxsiy fikrimni gapiryapman, oldin aytib qo'yay, chunki kimdir gapini to'g'ri sifatida qabul qilib ketadida, tomondan qo'rqaman. Sukunat deganda sukunatda nimani eshitaman? To'g'risi, sukunat bo'lgan holatda o'zi aslida ham men
payg'ambarimiz tarixida oz bo'lsa ham qisman tasavvur qila olaman. Hmm. Qisman bo'lsa ham holat bo'lgan. Chunki film shaklida chiqarilgan kinolar bor. Kitob shaklida masalan o'sha paytda qaysidir maqsadda bilmadim, ma'noda qaytdim kelib qoladi va eshitaman. Va qaysidir ma'noda sog'ingan paytingizda payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam u kishini oldlarida bo'lib qolsaydim degan bir nima bo'ladi, xuddi bir chaqirayotgandek bo'lib qoladida ba'zan. Narsani to'g'risi qanaqadir bir uchun yoki qanaqadir ma'no uchun gapirmayapman bu narsani, oldindan aytay. Bu narsa qisman nima deydi, taskin beradi. Nima bo'lgan qanaqadir deylik, nimadirda xafa bo'lgan payt bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa deb sharhlasak bo'ladimi sizni javobingizni? Ya'ni siz o'sha siyratni o'rgangansiz yoki o'sha video film payg'ambar tarixi sallallohu alayhi vasallam tarixlari boshqa bo'lsin, shu eshitgansizda va sukunatda shu zotlarni so'zlarini eshitasiz desak bo'ladimi? Tasavvur qila olaman qisman. Yo'q, qisman, ya'ni xayolingizdagi anaqa bo'ladi demoqchiman endi. Shunaqa. Yolg'izlik yoqadimi yo'qmi sizga? Yoqadi. Har doim emas, lekin yoqadi. Yolg'izlik yoqsa, o'sha savol davomi, yolg'izlik sizga nimani o'rgatadi? Birinchi navbatda irodam qandayligini bilib olaman. Irodam qanday darajada kuchliligini bilib olsa bo'ladi yolg'iz qolgan paytda. Chunki nafsingiz bilan o'zingiz o'rtangizda kurash bo'lib qoladi. Va yana ham bitta narsa bo'ladi. Odam tafakkur qilishga vaqti bo'ladi yolg'iz qolgan paytda. Nimadir haqida o'ylab. Shuning uchun aynan nimadir bo'lish shart emas, lekin tafakkur qilishga vaqti bo'ladi. Deylik, bitta hayoti oldindan taqsir bo'lib keladi deb o'ylayman. Chunki o'zimda ham ko'p yolg'iz qolgan paytim bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. Qayerda bo'lsa bo'lmasa, lekin yolg'iz qolib qolgan paytimda umumiy nima qilyapman va qilayotgan ishlarim qanchalik to'g'ri bo'layapti va shu ishlarim bilan qanchalik men deylik dunyoyim va oxiratimga manfaat yetadi. O'sha narsa ko'p qamrab oladi. Juda to'g'risi bu doim shunaqaman deb bilmadim. Boshqa narsa hayolimga kelmaydi. Keladi ham, lekin aksar holatda men shu narsalarni bir nima deydi, oldindan o'ylab chiqaman yolg'iz qolgan paytimda. Men doim ham yolg'iz qolishni yoqtiraman, chunki qalb odammiz, insonmiz. Insonlar tirik, qalb baribir qaysidir ma'noda odamga tortadi. To'g'ri, yoki xudo bor. Lekin baribir ham odam bo'lishi menimcha yaxshiroq, chunki muhit degan narsa. Va yana savol, qanday duo sizni yig'latadi? Boshqada eshitadigan duoyim sifatida, to'g'rimi? Farqi yo'q. Ya'ni ba'zida shunday bo'ladiki, nima desam bo'ladi, ilhomdan keladi ba'zida. Mana misol uchun Shayx hazratlarini o'sha Husayn Yahyoxon ustozimiz to'ylarida qilgan duolari yoki o'sha Arafatda qilgan duolarini misol keltirishimiz mumkin. Shunaqangi bir chiroyli ixlos bilan YouTube'da tarqalgan videolari va hazratni xotirlab ko'rsatuvda ham Husayn Yahyoxon ustozimiz o'zlari ham aytib berganlar chiroyli qilib. Xuddi shu ma'noda, ya'ni birov tarafdan aytilgan duolardir. Xohlasangiz o'zingizdan. Shunaqa paytlar bo'lganmi deb o'ylaylik, emasam shunaqa deb o'zgartiraylik. Sizni yig'latgan duolar bo'lganmi deylik. Yig'latgan duolar bo'ladi. Bo'lgan ham doimiy qilinadigan duo desam bo'ladi bu narsani. Dadamni umuman deylik ta'tildan keyin bag'ishlanadigan duolari bor. Boshqacha ta'sir qiladi, doimiy. To'g'ri, odamlar oldida ko'rsatib turib qandaydir mumkin, lekin qalbdan bu narsani his qilaman. Chunki u niyatlar tagida ancha narsa yotadi-da. Aytayotgan tilaklari, bag'ishlanayotgan umumiy
deylik savoblar, hammasini eshitib turib, o'zimga boshqacha bir ta'sir qiladigan narsa mavjud. Va umumiy o'zimga ham ko'proq aytadigan va qiladigan duolardan shu, e, nima deydi, kimdir menga misol uchun duo qilayotgan bo'lsa, ota-onam haqqiga va ularni inshaalloh shu payg'ambarimiz ta'kidlaganlaridek, mana shu tabarruklarni ko'rsatganlaridek, barcha yaqinlarimiz mo'min musulmonlar jam bo'lishlik duosi menga judayam bir yig'latadigan darajada ta'sir qiladi desam bo'ladi. Chunki asl maqsadim faqat o'z emas, o'zlikni emas, umumiy barcha mo'min musulmonlar payg'ambarimiz oldida jam bo'lib, allohga bir jamoat yetishlik, shunaqa bo'lsa, xudo xohlasa, u menimcha aynan yig'latadigan duolardan shular bo'lgan. Shunday. Ha, ya'ni shunday holat bo'ladi. Imom G'azzoliyning Qiyomat va oxirat kitobida aytadiki, shu hamma payg'ambarlarni sallallohu alayhi vasallam hammalariga borib chiqqanlarida hech qaysisi duo qilishga urina olishmaydi. Ya'ni hammasida xato bo'ladi, boshqa bo'ladi yoki oxirida payg'ambar alayhissalomni o'zlariga aytganda shunday duo qilardiki, sajdada hech kim hali unday duo qilmagan bo'lar ekan. Xullas, esimga kelib qoldi, aytib qo'ydim-da endi. Demak, keyingi savolni aytsam, oxiratni eng ko'p eslaydigan holatingiz qaysi? Qachon eslaysiz? Eng ko'p holatda sizga esga soladigan vaziyatlar bo'ladi. Ham ko'pincha yo'qolib, o'sha nima deb shunaqa bo'lsa kerak, ba'zi holatlar ya'ni nimadir deylik, dunyo tark qilgandan keyingi holati judayam ko'p eslatib yuboradi. Chunki o'sha paytda qatnashayotgan paytingizda deylik, u odamni narigi dunyoga safariga kuzatayotgan paytingizda qanchadir deylik soniyaga bo'lsa ham bir kun shu kunga yetishingiz borligini anglaysiz. Yana eslatma sifatida qabul qilasiz o'zingizni. O'shanaqa paytda judayam odamga boshqacha ta'sir qiladi va haqiqatda yana ham bir o'limni esga olib oladi odam. Menga ko'pincha holatda shu narsaga keyin qabristonga borish, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga onalarni qabrlarini ziyorat qilishga ruxsat berilgandan keyin judayam xursand bo'lib ketib qolgan bo'ladi. Va qabristonga borib turib ziyoratni qilgan bolalar va sahobalarni ham shunga targ'ib qiladilar. Qaysidir ma'noda qabriston o'limni eslatadi, oxirat borligini eslatadi. Va bormi qaytish borligini ham qaysidir ma'noda odamga yana bitta eslatma qilib qo'yadi. Judayam chiroyli javob bo'ldi. Rahmat kattakon. Endi keyingi savolga o'tsak, sizni qiynab qo'ymaymiz degan umiddamiz, lekin judayam maza qilaman ekan javoblaringizdan. Shuning uchun hayotingizda eng ko'p shukr qilgan vaqtingiz qaysi bo'lgan? Aynan har kunimiz shukr qilamiz, lekin eng ko'p shukr qiladigan holat bo'lishligi mumkin. U narsa ko'p ham vaqt o'tmadi, adashmasam 3 yilda bo'lgan edi. Yaqin bir o'zimni bobom sifatida qabul qiladigan kim bor. Og'ir bir ahvolga tushib qolganlar politsiyada va o'zimizdagi shifokorlar u kishini qanaqadir yechim yo'qdek taklif berishgan. Juda ham qattiq ta'sir qilgan narsalarni qabul qila olmaganman, chunki qanday qilib bo'lmasligi mumkin. Va adashmasa Moskvadan doktor, ya'ni shifokor kelib bu narsani aniqlagan va unaqangi juda vahima qiladigan narsa bo'lmagan aslida ham. Ular ta'riflagan. O'sha paytda birinchi shukrimni qilganman, Xudoga shukr qilaman va undan keyin operatsiyalari bo'lishiga to'g'risi Xudodan ko'p so'radim bu narsani. Qaysidir ma'noda sog'lig'lik holatlariga qaytsinlar, nima bo'lsa ham qaytsinlar, chunki hammaning do'sti bo'ladi, men do'st sifatida qabul qilaman. Har qanaqa bir holatda maslahat beradi, ochiqcha gaplashamiz, yoki yaqinlik bor oramizda.
tuzalib ketganlaridan keyin telefonda gaplashdim. Masalan, keyin aytsangiz, man o'zimda yo'q xursandman. Chunki e, vasila qilib turib Allohga bir nimani o'rtaga qo'yib turib, mana shu narsani shunaqa bir deydi, shifo beradigan bo'lsa, shunaqa narsa qilaman deb turib bir so'rasangiz, haqiqatda bu Xudoni bir kuch qudrati, karomati yo'q degan joydan mana berdida. Yanayam bir nima deydi, kuch qudratiga, Alloh taolo kuch qudratiga qoyil qolgan bo'lsa paytda. Shukurimni eng bir mazali joyi shu yerda bo'lgan deb o'ylayman. Yaqinda bu narsa hozir. Bu ixlos ziyoda bo'lishiga ham sababchi bo'lgan bir voqealardan, chiroyli voqealardan bo'libdi. Judayam iloyim bundan ziyoda bo'lsin, barakali bo'lsin iloyim. Sizga sabrni kim o'rgatadi yoki o'rgatgan? Sabr toqat otam va yaqin o'rtog'im bor. Olib qaraganda u o'rtog'im bilan manfaatlab usta qurmaganmiz do'stlikni. O'sha o'rtog'im bilan doim gaplashadigan paytim qanaqadir kichik muammoim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, asosiysi sabr qilishga turtki beradida. O'zi aslida ham yordam beradi, ya'ni muhitdan chiqib ketishligimga. Va bu narsa keldimi, bundan keyingisi ham albatta keladi. Ya'ni har qanaqangi holat bu odamimiz oldindan taqdirimizga yozib qo'yilgan. Bunga faqatgina chiroyli shukur qilib qo'yish kerak degan maqsadda doim ko'mak beradigan og'aynim bor. Judayam unaqa bo'lsin. Iloyim bu do'stligingizga umuman kurs emasin. Judayam zo'r javob. Yana 3 ta savolimiz qoldi. Endi sal erkalik qilamiz, sizni qiynab qo'ymaymiz degan umidamiz. Chunki har bitta javobdan mazmunli, mufassal va chiroyli javob olayapmiz. O'shaning uchun qarang, yana bir savol sizga. Misol uchun qalb ilmsiz qanday yashaydi? Ilmsiz qanday qalb yashaydi va ilmsiz qalb qanday nobud bo'ladi? Qalbga yana taqalyapmiz. Mavzu gapini qo'yishim to'g'risini bilmadim. Hali agar domlalar bir ko'rsatib qo'yganimda podkastimizni yo'q, qisman o'zim tushungan narsani aytishim mumkin, lekin diniy tarafdan man buni umumiy hayotiy misol bilan tushuntirib bersam, man shunaqa tushunchadaman, albatta o'zim tushunchani aytaman. Oddiy bir bog' misolini olaylik. Bog' misol. Ko'rkam holatda turadi. Ko'rkam holatda. Deylik, ozuq olib turish kerak u. Oddiy bir gulni oladi. Unga ozuqasini berib, suvini berib, vaqtiga qarab turish kerak. Va qanchalik masalan mehr bilan qarab, deylik, o'zingizni mehr berganingizdagi shunchalik ko'rkam ravishda o'zini ko'rsatadi. Men o'ylayman, qanchalik siz unga ozuqasini yetkazib bersangiz, xohlaganidek ruhan ozuqani yetkazib bersa odam, shunchalik yuksaklik darajasiga yuksalaveradi narsa. Lekin o'z holiga tashlab qo'yib, gul misolida oladigan bo'lsak, bir haftacha qaramay, qanaqa holatga kelib qoladi. Odamzod u gulga qarab, shunchaki xursand bo'lmaydi, ko'ngli ko'tarilmaydi yoki boshqa bo'lmaydi. Qalbda ham xuddi shunaqa o'ylayman. Va o'zini kerakli ozuqasini berib turishi kerak. Ozuqa manbalari endi asosan kitoblardan va o'zi ixlos qiladigan birorta bitta bir ustozidan bo'lishi mumkin. O'sha deylik zaryadkaga o'xshaydi-da, telefonni hayotiy. Misol uchun 100% qilib qo'ysangiz, telefoningiz zo'r holatda ishlaydi, deylik, zaryadkada o'zi bilasiz, zaryadga turaveradi. Endi o'xshatish qilishadi domlalar. Masalan, deylik, oddiy masalan bu jumadan bu jumagacha bu ma'ruza bir zaryadka misolida odamga taqdim etiladi. Shu ma'ruzani eshitib, jumagacha odamzod bir yaxshilik qilishga intiladi. Shunday. Rahmat, javob uchun rahmat. Endi yana bir oxirgi savolimiz, mayli 3 ta edi, bittasi qisqartiramiz, lekin oxirgisini bermaydigan bo'ldik. Va haqiqiy bilimga ega bo'lish qanday qilib tavozuga olib keladi? Va tavozuga ham ozgincha sharh berib olasizda.
to'liq tavozeli bo'lish haqida to'g'risi o'zimni ham hali nima deydi 100% ma'lumotim yo'q. Chunki uni Nazar tasavvur qilishdan nazariy ilm ha, yo'q ekan. shunaqa Ishonavering. deylik. Tavoze bo'yicha nazariy ilm yo'q, lekin amalda ko'ryapmiz. Tavozelik deganda uni haqiqiy bilimga ega bo'lgandan keyin odamzod uni anglab yetadida bilimligini va bilim borligini biladi. Men o'ylayman, e, joyi kelganda o'sha bilimni ishlatishga harakat qiladi. Shunaqa tushunaman men umuman haqiqiy bilimga ega bo'lgandan keyin. Yo'q, endi qisqa qilib aytganda mana bunaqa deyapti-da savolda. Mana haqiqiy bilimga ega bo'lgan inson qanaqa tavoze bo'lib qoladi demoqchi. Tavozega o'zi bitta qisqacha sharh berib yuboring. Men to'g'risi hozir qanaqa Yo'q, ma'noda men to'g'risi uncha bilmayman aka. Lekin mana shu savolga, men savol bermaganman, lekin ustozim chiroyli gap aytganda, Alloh ilmlarini ziyoda qilsin iloyim. Inson dedi, tasavvur qilgin dedi, tasavvur qiling Sanjarbek dedi, ilmni siz katta bir dengiz deb biling dedi. O'sha dengizga o'quvchi talib o'lim ziga kelganda xursand bo'ladi, ustiga tushib uncha endi ko'nmaydi-da, keladida maza qilib o'ynaydi, boshqa qiladi, kelinadi, endi men suzuvchiman deb nima qiladi deydi. O'rtasiga keladi, qarasa bundan ham mukammal suzadiganlarni ko'radi, boshqalarni ko'radi. Keyin bu yog'iga endi ko'madi, kemada borib o'rtasiga borganda sus boshladi deydi. Sus bosadi deydi. Ya'ni bu hali ko'rgan mashaqqati boshqasi hech nima emasligini sezadi deydi-da. Menimcha asosiy tavozega sababchi bo'ladigan narsa mana shu bo'lsa kerak. Endi balki xatodir. Men shunaqa deb o'ylardim. Shu ustozimning shu gaplari esimda qolib ketgan. Judayam qarang, judayam gap qizib ketganini nima desam bo'ladi, vaqt ketgani ham, o'tgani ham bilmay qoldi. Ya'ni haqiqiy yaxshi inson va mukammalligini yashaydi. Ya'ni o'sha hadislar Payg'ambar alayhisalom o'zi shubhasiz har bittasi haq, har bittasi rost. Lekin amalda ko'rgandan keyin unga bo'layotgan, u so'ziga bo'layotgan ixlosi yana ziyoda bo'laveradi. Ya'ni bu aytganimdek qizib ketgandan sizni qayerda tug'ilganingizni, yoshingizni, boshqa so'rash yodimizdan chiqib ketdi to'g'risi. Oxirida bo'lsa ham shunday ma'lumot berib qo'yavering. Iloji bo'lsa. Yosh masalasiga keladigan bo'lsak, 2004-yilman o'zi aslida. Nisbatan dunyoqarashi juda ham yaxshi, juda ham zo'r, bizga juda ham yoqdi. To'g'ri bosgan joyimiz o'zi viloyatdamiz, Qashqadaryo viloyatida. O'rtafon oiladamiz. Uylanmagansiz? Yo'q, Xudo xohlasa inshaalloh. Sunnatbek aka, ajratgan vaqtingizga hammasiga rozi bo'lasiz. Sizdan juda ham ko'p narsalar o'rgandik, shaxsan o'zimizga ham va inshaalloh Xudo xolasa yaxshi niyat qilamizki, ana shu yerda har bitta ketgan soniyalarimiz bizning foydamizga ishlasin. Toki mana shu podkastni ko'rgan insonlar qanaqadir bo'lsa ham qalbida yangilanish bo'lsin, iymonida yangilanish bo'lsin. Va o'sha o'qiyotgan ingliz tili bo'lsin, rus tili bo'lsin, IT bo'lsin, o'sha o'rganayotgan insonlar shuni ko'rsa, iloyim manfaatli bo'lsin. Va o'zingizga tashakkur aytardimki, shu ota-onangizga, sizni tarbiya qilganlarga kattakon rahmat ilohim, boshlariga toj ko'taradigan farzandlar bo'lishingizni nasib qilsin. Va albatta bir gaplashasiz, shu gaplashganingizda shu o'zimizni bir do'stimizdan sizga salom deb albatta otangizga aytib qo'ying. Juda ham havas qildim. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, baxtlaringizni ko'rib yursin iloyim. Sunnatbek aka, agar bizning anaqa podkastimizga qanaqadir feedbacklar dermish, shunaqamidi, xullas qanaqadir tanqid to'g'ri qabul qilamiz. O'shanaqalar bo'lsa yoki takliflaringiz bo'lsa, bajondir eshitamiz. Xohlardimki, agar face to face qilishlikni keyinchalik Xudo xohlasa. Podkastni odam bilan o'tirgan paytda nisbat boshqacha bo'ladi bu narsa. Bu shunchaki o'zimga bir kelajak Xudo xohlasa maslahat sifatida. Lekin kimlargadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, gapirgan gapimiz Xudo xohlasa gaplarimiz orasida qandaydir xatolik ketib qolgan bo'lishi mumkin. Buni to'g'ri qabul qilsa hammaga ham. Chunki xato qilish moyilligi bor.
biz professional darajada bo'lmasligimiz mumkin. Shuning uchun nima deydi, ajratgan vaqtiga hamma odamlarni ham, sizni ham albatta bu narsani Yo'q, tashkillashtirib, nima deganingiz? O'zi sizni rozi qilishimiz kerak. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat. hammaga rahmat deb qolamiz va shu qisqacha fiklarga rivoj tilab qolamiz, xudo xohlasa. Va Mana manfaat kutamiz. oxirgi bir o'zingizni so'zingizni, tavsiyalaringizni umumiy qilib bir aytib ketsangiz va o'zingiz o'qigansiz shu kitobni albatta o'qinglar, albatta sizlarga ta'sir qiladi yoki foyda beradi. Xohlagan mavzuda kitob bo'lsin. Bitta shu kitob bilan yakun yasaymiz, xudo xohlasa. Tavsiyam asosiysi o'rganuvchilarga bo'ladi. Chunki o'zim ham o'rganuvchiman. Undan keyin ham o'rganish sifatida qolaman deb o'ylayman. Chunki baribir ham o'rganayotgan paytda asosiy shu odamga to'sqinlik beradigan narsa qaysidir darajaga yetdim va to'xtashlik kerak. Qolaman. Bunaqa qilish xato. Man shaxsiy fikrim nisbati aytyapman bu narsani. Eshituvchilar bo'ladigan bo'lsa, hech qachon qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar umuman to'xtab qolish kerak emas. Har kunlik ozdan bo'lsa ham nimadir yangilik sohasi bo'yicha o'rganib boraverish kerak. Va eng asosiysi o'rgangan bilimini qaysidir ma'noda kimgadir manfaat yetkazishlik kerak. Boshqalarga ham yetsa manfaati ancha bir boshqacha bo'ladi. Hissiyotdan boshqasi. Kitob masalasiga keladigan bo'lsak, Qur'oni Karim rahmatli. Yaxshi va o'qishga nisbatan osonroq ham tushunsa bo'ladigan. Shuni o'qishni maslahat beraman. Agar kimdir judayam kattaroq kitobni o'qishga toqati yetadigan bo'lsa, o'zimga katta ta'sir qilayotgani bu savol ta'sir. Albatta tavsiya qilaman bu narsani. Qisqa bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shuni tavsiya qilib qolaman, chunki baribir muhim deb o'ylayman bu narsalarni hammasi o'rganish davomida. Qanday bo'lishi mumkin, qaysidir ma'noda qaysi paytga yetgandan keyin odam o'zida bo'lgan ishonch. Bu narsa doimo bo'lishi kerak, lekin ishonch boshqalardan ustunligini bildirmaydi. Think globally, act locally degan narsa borda. Global o'ylab turib, lokal harakat qilishga, mahalliyga chiqib harakat qilishga, lekin o'ylov global bo'lishi kerak deb o'ylayman. Olaman boshqalarga. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Inshaalloh Xudo xolasa g'oyibona bo'lsa ham duo qilib turaverasiz. Albatta shunday insonni Xudo xolasa bir-biriga mo'min musulmonni g'oyibona qilgan duosi albatta ijobat. Biz ham shunga o'zimiz aytayotgan so'zga albatta amal qilamiz Xudo xolasa. O'sha aytganim lekin qattiq tayyorladim. Otangizga kattakon rahmat. Salomimni yetkazib qo'ying. Rahmat akajon sizga. Vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xullas, Sunnatbek aka bilan o'tgan podkastimiz juda ham zo'r bo'ldi. Juda ham ko'p narsa o'rgandik. Xudo xolasa podkastimizni davomli va sizlarga foydali, manfaatli bo'lishi uchun o'zingizni izohlarda o'zingizni fikringizni bildiring va like, komment qo'yish esingizdan chiqmasin. Albatta biz bu uchun ishlayotganimiz yo'q. Ya'ni bizni qo'yayotgan podkastimizni mayli hech kim ko'rmasin. Mayli bitta inson ko'rsin. Bizga buni umuman qizig'i yo'q. Faqat demoqchi bo'lganim nimaki, siz bu ishingiz bilan biz qilayotgan ishimizni bularni ko'p insonlarga yetib borishiga xizmat qilasiz. Va umuman olganda shu loyiha bo'yicha umumiy sizning fikringiz, tavsiyalaringiz bo'lsa, kommentda, izohlarda bemalol o'zingiz qoldirishingiz mumkin. Bizga ajratgan vaqtingizga kattakon rahmat. Alloh taolo ziyoda qilsin. Rahmat.